Xurrak otadigan odam mazza qilib uxlayapti deb o'ylaysizmi? Yo'q, aslida u kasallik bilan kurashyapti. Bugungi mavzumiz xurrakka bag'ishlanadi. Hozir sizlar bilan xurrakni asoratlari, kelib chiqish sabablari, davosi, hammasini batafsil tushuntirib beraman. Xurrak bu uyqu paytida nafas yo'llarini to'siqqa uchrashi natijasida keladigan yomon oqibat hisoblanadi. Ko'pchilik bemorlarda, ya'ni yer yuzini har bitta 5 ta 6 ta erkagidan bittasi xurrak muammosi bilan aziyat chekadi. Xurrakning asosiy sabablaridan biri bu surunkali yuqori nafas yo'llarida burun to'sig'ining qiyshiqligi, burun chig'anoqlarining gipertrofiyasi, bolalarda adenoid va tanglay, ya'ni anginalarning juda katta bo'lishi bu xurrakning eng yomon sabablaridan biri hisoblanadi. Ikkinchi eng katta sabablardan biri semizlik hisoblanadi. Nima uchun semizlik xurrak ochishga sabab bo'ladi? E'tibor bersangiz, semiz odamlarda doimo xurrak bo'ladi. Chunki ularda yuqori nafas yo'llari, havo o'tadigan yo'llarda atiyok, shishlar bo'ladi va bu havoni o'tishiga to'sqinlik qilib xurrak chaqiradi. Yana bitta siz bilmagan ma'lumot, chet ellarda shunaqa korxonalar bor. Ya'ni ular ishchilarni olishdan oldin ular uxlatib ko'radi. Ya'ni xurrak otadigan odam bo'lsa, ularni ishga olmaydi. Chunki sababi xurrak otadigan, birinchidan xurrak otadigan odam uyqusi normada bo'lmaydi. Ikkinchidan qon aylanishi buziladi. Uchinchidan gormonal o'zgarish bo'ladi. To'rtinchidan uyqusini buzilish natijasida ertalabki ish faoliyati pasayib ketadi. O'shaning uchun ularni albatta tekshirib ko'radi va agar xurrak bo'lsa, ularni ishga olmaydi. Undan tashqari, xurrak otadiganlarning yonida yotadigan turmush o'rtog'i ham xurrak otadigan odamdan aziyat chekadi. Uyqusi buziladi, uxlolmaydi. Turli xil tovushlar natijasida uyqusi buzilib, ertalab uyquga to'ymasdan turib ish faoliyatining tushib ketishi, jismoniy, ruhiy faoliyatiga, shu bilan birga gormonal ta'sir qiladi. Uchinchisi, yuz jag' sohasida turli xil nuqsonlar bo'lgan bemorlarda ham xurrak kuzatiladi. Hozirgi kunda xurrakni tekshirish usullari bor. Ikki xil usulda tekshiriladi. Birinchisi sleep apnoe, ya'ni bemorga sun'iy uyqu chaqirib, uni yuqori nafas yo'llari burun orqali maxsus yumshoq endoskop orqali kirilib, burun yondosh bo'shiqlari, pastki nafas yo'llarigacha bo'lgan soha tekshiriladi. U sohada qaysidir a'zoda muammolar bo'lsa, xirurgik yo'l bilan, agar markaziy bo'lsa, unda nevrologik yoki dietolog bilan birga davolanadi. Ikkinchi usul polisomnografiya, ya'ni bu usulda bemor qo'liga maxsus apparat taqiladi va bemor klinikada yoki uyida yotadi. Ya'ni buni tekshirishdan maqsad bemor uyqu paytida necha marta apnoe, ya'ni nafas to'xtashi tekshiriladi. Xurrakning eng yomon asoratlaridan biri apnoe, ya'ni nafas olayotgan payti nafasni to'xtab qolishi. Bu turli xil bemorlarda har xil bo'ladi. Ya'ni nafas to'xtashi 10 sekunddan 20 sekundgacha davom etadi. Ya'ni 10-20 sekund davomida kislorod yetmasligi hisobida bemorda saturatsiya tushib ketishib, klinik o'limgacha olib kelishi mumkin. Xurrakni hozirgi kunda zamonaviy tibbiyotda davolash ikkita usulda bajariladi. Birinchisi konservativ davo, ikkinchisi xirurgik davo. Konservativ davoda dietolog bilan birga bemorlarda vazn tashlash, to'g'ri ovqatlanish va jismoniy tarbiyani muntazam ravishda shug'ullanish bilan birga olib boriladi. Ikkinchisi xirurgik usul bo'lib, bu usulda burun to'sig'ida muammolar bo'lsa, bular bartaraf qilinadi. Agar yumshoq tanglayda muammolar bo'lsa, yumshoq tanglay, anginalar katta bo'lsa, tonzillektomiya bilan birga jarrohlik amaliyoti bajariladi. Eslatib o'tamiz, jarrohlik amaliyoti bilan xurrak 100% bartaraf qilinmaydi. Jarrohlik amaliyoti bemorimizga xurrak otishi, apnoeni pasayishiga ancha yordam beradi. Xurrak muammosi siz va yaqinlaringizda yoki turmush o'rtog'ingizda yoki qarindoshlaringizda muammo bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Biz uni ham xirurgik, ham konservativ yo'l bilan davolashga inshaalloh yordam beramiz.